Munisa Rizayeva haqida yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Munisa Rizayeva O'zbekistonning eng mashhur sevimli xonandalaridan biri. U nafaqat ijodiy faoliyati bilan, balki shaxsiy hayoti, oilaviy munosabatlari va kuchli ayol timsoli sifatida ham keng jamoatchilik diqqatini tortadi. So'nggi paytlarda u ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, muxlislari bilan shaxsiy hayotidagi yangiliklarni o'rtoqlashmoqda. 2024-yil noyabr oyida Munisa ona bo'ldi. U o'g'il farzand dunyoga keltirdi. Bu voqea xonandaning hayotida muhim burilish nuqtasi bo'ldi va uni yanada mas'uliyatli, mehribon onaga aylantirdi. Muhim tomoni shundaki, Munisa farzandi tug'ilganidan so'ng bir necha shaxsiy muammolarni ham boshidan kechirdi. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, u turmush o'rtog'i Arsiniy bilan ba'zi kelishmovchiliklar tufayli farzandi bilan birga Dubaydan Toshkentga qaytgan. Bu qaror unga oson tushmagan, lekin oilasi va farzandining kelajagini inobatga olgan holda jasur qadam tashlaganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga Munisa Rizayeva ijoddan ham uzoqlashmagan. U o'z Instagram sahifasida yangi qo'shiqlar ustida ish olib borayotganini namoyon qilmoqda. Ayniqsa, u rus tilidagi yangi musiqiy loyihalari bilan ham chiqish qilish niyatida. Sound studiyasidagi jarayonlar, bastakorlar bilan hamkorlik va video tayyorlash jarayonlarini u muxlislari bilan baham ko'rmoqda. Uning singlisi Karima Rizayeva bilan bo'lgan samimiy munosabatlari ham jamoatchilik e'tiborida. Ular birgalikda ko'plab ijtimoiy videolar, kulgili roliklar va blogerlar orqali o'zaro muhabbat va qo'llab-quvvatlashni namoyon etmoqda. Xulosa qilib aytganda, Munisa Rizayeva bugungi kunda faqatgina san'atda emas, balki onalik, mustahkamlik va ayol sifatida ham u o'zini har jihatdan namoyon etmoqda. Ijodkor ona, singil, farzand va do'st sifatida uning hayotini kuzatish nafaqat qiziq, balki ruhlantiruvchi bir tajribalar hamdir. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.